Biz sizga bankamizda bor mahsulotlarni tushuntirib o'tmoqchimiz. Bizda kreditlar, imtiyozli kreditlar, ijtimoiy kreditlar 18%dan haqli yo'nalish tomonidan ajratiladi. 6 oy, 3 oy imtiyozli davr bilan. Keyin mahalla banklari tomonidan 26%dan ayol qizlarga mening mahallam istiqbolli ayol 5 yilgacha ajratiladi. Keyin 3 yildan 5 yil aralığında 6 ay mugodniy vaqt qo'yib beriladi. Grafik 2 xilda bo'ladi. Annuitetniy, differensialniy. Keyin er odamlar uchun 28%dan 1 yildan 3 yilgacha, 4 yil, 5 yil o'tgan bo'lsa 29% ajratiladi. Mening mahallam kredit yo'nalishi. Biznesga birinchi qadam kredit yo'nalishimiz ham bor. Bunda 1 yildan 3 yilgacha ajratiladi. Foizi 28%dan, ayollarda 27%dan. Keyin omonatlarimiz bor. Universal omonatimiz bor. Universal omonatimiz 20%dan qo'yiladi. Agar mavrid ilova sarflab qo'ysangiz 21%dan qo'yiladi. Muddati 2 yil muddatga. Valyutasi so'm, eng kam miqdori 100 ming so'mdan qo'yib tashlanadi. Keyin boshqa yana dollar, yevro, shu o'rinda lyuks omonat turlari da var. FIFA omonat turimiz var. Muddati 3 yil. Faizi 20%dan.